Shuhrat Bobojon, Vaqt mashinasi 1984. 20-qism. Gulim. Qo'yildoyi bolasini qaytarib bergan Tangriga tavakkal qilib, ko'hna urganchdan yer olib, yashirincha ko'knor ekdi. Qo'yildoyi ilk va oxirgi marta nasha ekdi va hosildan tushgan pulni to'laligicha o'g'liga sarfladi. O'g'lini Odessaga olib borib, universitetning iqtisod fakultetiga joyladi. Общежитda turmasin deb o'qishga yaqin joydan kvartira kira qildi. Qo'liga pul berdi. Gulim ingliz va ispan tilini yaxshi o'rgandi. Odessadagi farsovshiklarga qo'shilib, chet eldan kelgan kemalardagi kontrabandistlar bilan tillashib, jinsi shim, elektronika va boshqa kamyob narsalarni sotib ola boshladi. Bo'z rangli 01 Jigulini tuning qilib minib yurdi. Kopeyka deb ataladigan bu mashinani o'zi yashaydigan kvartiradagi yahudi kampir nomiga rasmiylashtirgandi. Har ehtimolga qarshi. O'qishni bitirgach, bir muddat Shovotda ota-onasi yonida yurdi. Qo'ylidoyi Komiljon artist chaqirtirib, yurt yig'ib to'y berdi. Buyrachodagi uzoq qarindoshning O'g'iljon degan qizini kelin qilishdi. Gulim rasman Taxta rayoni sельхозtexnika idorasida ekonomist vazifasida ishlasa ham, amalda tashavvuz mashina bozorini yuritardi. Keyinchalik Gulim Toshkentga keldi. Xotini O'g'iljon Shovotda qoldi. Gulim eskidan tanigani odessalik Janna degan ashkenazi qizga uylandi. Toshkentdagi bir nechta restoran imidji va assortimentini o'zgartirib, O'zbekistonda ilk restorator o'laroq shakllandi. O'sha yoshligida ko'richagi yorilgani sabab sochlari erta oqargandi. Yelkasiga tushgan uzun oq sochlari bois bratva orasida doktor Albinos degan nom qozondi. Muhtaram o'quvchi tushunib yetganiday Gulimni o'g'il kiyikning otasi Anna Qilichaka o'limdan qutqargandi. Gulim xuddi otasi Qo'ylidoyi kabi o'ziga yaxshilik qilgan har bir odamni qadrlab, siylashni odat qilgandi. O'zini o'limdan qutqargan doktorning qizini esa boshida toj kabi ko'tarib yurishga ham tayyor edi. Qizlar sumkalarini olib o'rnidan turishdi. Tohir Soqol deb tanilgan bo'yi 2 metrlik rassom qizlarning oldiga kelib, qo'lidagi kalitni ko'rsatdi. Yarim oqshom taksi tutish qiyin. O'zim sizlarni 06da olib borib qo'yaman. Gulim brat iltimos qildi. 1984-yilgi Toshkentda yagona bo'lgan norinj rangli Jiguli Lisunovadagi uy oldida to'xtadi. Qizlar Tohirga rahmat aytib mashinadan tushdilar. Tohir mashina yukxonasidan korobka olib o'g'il kiyikka berdi. Bu Gulim bratdan sizga padarka. Mana bu esa mendan degan Tohir cho'ntagidan ruchka chiqarib Irinaga berdi. Ruchka ichidagi shaffof suyuqlikda yalang'och qiz suzib yurardi. Moskva 6-may 1941-yil Kuntsevadagi dacha. 1941-yilning 6-mayida 63 yashar Yosif Stalin rasman Sovet hukumati rahbarligiga tayinlandi. Xalq komissarlari kengashi raisligini Vyacheslav Skryabin Moltovdan qabul qilib oldi va partiya hamda hukumatning yakka hukmroniga aylandi. Stalin lavozim o'zgarishi bilan bog'liq sanalarni nishonlamasdi. Ammo muhim masalalar yetilib qolgandi. Saloldin Germaniya tashqi ishlar vaziri Ribbentrop bilan uchrashib, Boltiq bo'yi davlatlarini o'zaro bo'lib olishgandi. Latviya, Estoniya, Finlandiya kabi o'sha vaqtda Polsha davlati tarkibiga kirgan hududlar SSR tarkibiga kiradigan, Litva va Polshaning g'arbidagi yerlar Gitler nazoratiga o'tadigan bo'ldi. Stalin Germaniya kansleri Adolf Hitlerni o'zining Yevropadagi eng sodiq hamkori deb bilardi. Bu temani norasmiy ravishda gaplashib olish uchun Moskvadan sal naridagi Kuntseva dachasiga o'rtoqlar yig'ildi. Stalin xotini Nadia 1932-yili o'zini pistolet bilan otib o'ldirganidan keyin Kremldan ketib, Kuntsevadagi yashil rang dachada yashardi. Hammadan oldin Lavrentiy Beriya yetib keldi. Stalinga gruzinchalab allanimalarni dedi. Stalin yuziga nur yugurib, tasdiq ishorasi qildi. Askarlar eni 1, bo'yi 2 metrdan ziyod kartinani olib kirishdi. Kartinani devorga suyab, ustidan lattan yechib olishdi. "Voh, вот это да", dedi Stalin.
Rassom Gerasimov chizgan kartinada yalang'och xotin qorin raqsiga tushayotgandi. Stalinning yoshligida Gruziyadagi duxanlarda qorin raqsiga tushgan qizlarni ko'rgan edi. Rasmni ko'rib, yoshligidagi hislarni qayta yashaganday bo'ldi. Beriya engashib Stalinning qulog'iga gruzinchalab yana nimadir dedi. Stalin kulib yubordi. Bambukdan to'qilgan kresloda o'tirgan Stalin yoniga o'rta bo'y, 30 yoshlar chamasi bir xotin, hozirgina o'z lavozimini topshirgan Skriabinning yahudi xotini Polina Jemchujina bilan yetaklashib keldi. Gruzinlar fitratida ayollarni hurmat qilish madaniyati bor. Stalin bu xotin sharafiga o'rnidan qalqdi va "Dabro pожаловать, xanum" dedi. Xanum gruzin tilida go'zal ayol degan ma'no beradi. Shu tariqa Stalin marg'ilonlik raqqosa Tamara Petrosyanga xonum degan ism berdi. Stalin qadahga konyak to'ldirib, Tamara va Polinaga uzatarkan, qadah so'ziga o'xshash gap aytdi. Men arman go'zalini arman konyagi bilan mehmon qilgan bo'lardim, lekin bugun Dog'istonning Qizilyor konyagini ichamiz. Ba'zi o'rtoqlar Qizilyor degan so'zni qizil rangli xotin deb noto'g'ri aytishadi. Tiflisda yashagan Loz va Gurjilar kabi men ham turkchani bir qadar bilaman. Qizilyor degani bu oltin xotin degani. Dog'istonning Qizilyorida tog' cho'qqisi bor. Shu cho'qqida gilamday yerda uzumzor bor. Bu uzumzor hosilidan yiliga bor yo'g'i 2 yosh konyak qilinadi. Qadahdagi oltinday tovlanayotgan konyak o'sha hosildan. 1932-yilgi hosildan deya replika qo'shdi dumaloq ko'zoynagini oq qo'lro'mol bilan artayotib Beriya. Tamara xonim ichaymi, ichmaymi degan savol nazari bilan Beriyaga qaraganda, Beriya bosh irg'ab ichaver ishorasini qildi. Yordamchi askar keltirgan katta guldastani qo'liga olgan Stalin atrofga ma'noli boqib yana so'z qildi. Bu guldastani o'zim hozirladim, gulqaychi bilan bog'da kezishni sevaman. Bu guldasta bizning ko'p millatli davlatimizga o'xshaydi. Mana Polina yahudi, Tamara armani, Kamina esa gruzin. Ayni paytda biz Essir degan gulzor chechaklarimiz. Shu guldastani xonimga bersam. Tamara xonim ko'zlari chaqnab xalqlar dohiysi qo'lidan guldastani oshig'ich mamnuniyat bilan oldi. Bu dohiy atigi 2-3 yil avval yuzlab o'zbek oydinlarini otib o'ldirishga shaxsan buyruq bergandi. O'zbekiston degan davlatni tuzgan Fayzulla Xo'jayev Xorazm Respublikasi quruvchilaridan Davlat Rizayevlarni qatl qilish ideyasi aynan Stalindan chiqqan edi. Stalin hatto o'zi yashayotgan dachani qurgan arman me'mori Migran Aganesovich Mirjanyats va uning xotinini qamashga buyruq bergandi. Me'morning xotini qamoqda qiynoqdan o'ldi. Tamara xonimning eri Muhiddin Qori Yoqubov ham Stalin repressiyasiga uchrab, xalq dushmani deya qamaldi. Stalin oilasiga juda yaqin bo'lgan Polina Jemchujinani narkom Skriaginning xotinini ham keyinroq Stalinning o'zi josuslikda ayblab qamattirdi. Stalin o'lganidan keyin Nikita Xrushchev Polinani qamoqdan ozod qildi. Ammo Polina o'zini ozod qilgan xaloskorni emas, balki qamoqda chiritgan zolim Stalinni sevishda davom etdi. Keyinchalik olimlar buni Stokgolm sindromi deb atashdi. 1941-yil may oyida Polina hali Stalin oilasining kunda shundasi maqomida edi. Polina Tamarani quchoqlab, shunday dohiymiz borligidan baxtiyormiz dedi. Shu bilan tadbirning badiiy qismi tugadi. Erkaklar jiddiy masalalarni gaplashishi uchun ayollar majlisini tark etishi kerak edi. Polina xonimga mening plastinkalar kolleksiyamni ko'rsat, gramofonni menga ixtirochi Emil Berlinerning o'zi sovg'a qilgan. Haqiqatan ham Stalin dachasida kattagina fonoteka bo'lib, har bir plastinkada Stalin qo'ygan ishoratlar bor edi. Qo'shuv alomati plastinka kontentining yaxshiligidan darak berardi. Oradan 1-2 kun o'tib, Stalin oldiga san'at va adabiyot sohasida Stalin mukofoti oladiganlar ro'yxatini olib kelishdi. Taniqli balet raqqosasi Ulanova, me'mor Shusev, rassom Gerasimov kabi san'at yulduzlari bor edi ro'yxatda.
Stalin bu ro'yxatga imzo chekishdan oldin bir raqqosa bor edi, xonim. Ismi nima edi? deb so'raydi. Yordamchi Tamara deb shipshidi. Stalin ruchka bilan qo'lidagi ro'yxatga Tamara xonim deb yozib qo'ydi. Familiya yozmadi. Pravda gazetasida e'lon qilingan bu ro'yxat Stalin yozgani kabi Tamara xonim nomi bilan familiyasiz chiqdi. Shu tariqa xalqlar dohiysi sharofati bilan Tamara Petrosyan Tamara xonimga aylandi. Siz yozuvchi va rassom Shuhrat Bobojonning Vaqt mashinasi 1984 kitobi 19-qismini tingladingiz. Davomi bor.